Xo'sh, misollarni yechmoqda davom etyapmiz. 16-savol. 16-savolda bizda jismlar ikki xil tezlikda harakatlanmoqda deb. Demak, A1 tezlanishimiz. Xo'sh, 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish. A2 tezlanishimiz esa 20 metr taqsim minut kvadrat ekan. Demak, ikkinchini minut kvadratdan sekund kvadratga o'tishimiz biz uchun qulayroq bo'lishi mumkin. 20 metr minutdan sekundga o'tsa, ya'ni 1 minutimiz 60 ligi uchun, demak minut kvadratimiz 60 sekund ko'paytirilgan minutda 60 sekund. Demak, sonlarni alohida yozsak, hozir 20 taqsim 60 ko'paytirilgan 60 bu tomonda minut, pastda bo'lsa sekund kvadrat. Birliklari bir xil bo'ldi, e'tibor bergan bo'lsalaring, demak sonlarni endi hisoblab qo'yishimiz kerak xolos. Demak, men 20 bilan 60 qisqarsa 3 va bu 1 taqsim 180 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, o'z-o'zidan A1 katta A2 ekanligi kelib chiqyapti bu yerda, chunki 5 1 taqsim 180 dan katta. 17-savol. Birinchi kema to'rt uzil tezlik bilan g'arbga, ikkinchi kema esa 6 uzil tezlik bilan shimoli sharqqa harakatlanmoqda. Ularning nisbiy tezligini uzilda toping. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsa tomonlarning yo'nalishi kerak hozir bizga. Bu tomon shimol, shimolga qarama-qarshi doim janub bo'ladi. Xo'sh, bu tomon sharq, sharqqa qarama-qarshi g'arb bo'ladi. Demak, birinchi kema 4 uzil tezlik bilan g'arbga, demak birinchi kema bu tomonga ketyapti. Tomonga ketyapti. Va bir tezlik bilan. Ikkinchi kema 6 uzil tezlik aniq shimol sharqqa, demak shimol sharq, demak shuni o'rtasi bo'lib mana bunday bo'ladi. Shu tomon bilan va 2 ketyapti. O'rtasi bo'lganligi uchun bu 45 gradus bo'lyapti. Bu tomon perpendikulyar bir-biriga 90 gradus. Demak, ikkala tezlikning orasidagi umumiy burchagimiz bizda 135 gradus bo'lyapti. Xo'sh, nisbiy tezlikni burchakka bog'liq formulasini ixtiyoriy burchak orasida bo'lganda qanaqa bo'lardi desak, uni formulasi v1 kvadrat plus v2 kvadrat ayrilgan 2 v1 v2 kosinus alfa. Demak, v nisbiy hisoblayapmiz. v1imiz 4, 4 kvadrati 16 plus v2imiz 6, 6 ning kvadrati 36 ayrilgan 2 ko'paytirilgan birinchi tezligimiz 4 edi, ikkinchi tezligimiz 6. Kosinus 135 gradusda esa minusdan ildiz ostida 2 taqsim 2. Va nisbiy ildiz ostida hisoblasak 52 ayrilgan 2 bilan 2 qisqarsa minuslar plus bo'lib ketsa, demak plusdan 4 kira 6 24 ildiz ostida 2. Buni matematik jihatdan ishlasak qiymat 9.3 chiqadi. Demak, 18-misol. Agar A umumiy tezlanish, A normal tezlanish, hatto tangensial tezlanish quyidagilarda qaysi o'rinli bo'lishi mumkin deb. Demak, birinchi bo'lib gorizontal holatda olaylik. Gorizontal holatda to'la tezlanish oldiga deb tursak, gorizontal holatda faqat bitta tezlanish bo'ladi. Uni nomi ham bo'lsa tangensial tezlanish. Demak, gorizontal holatda to'la tezlanish teng bo'lishi mumkin ekan tangensialga. Endi aylana bo'ylab tekis harakat bor.
aylana bo'ylab tekis harakatda faqat bitta tezlanish bo'ladi, markazga yo'nalgan a normal tezlanish. Va shunda nima bo'lib qolyapti? To'la tezlanishimiz teng bo'lib qolyapti a normalga. Endi aylana bo'ylab tekis o'zgaruvchan harakatda markazga nima yo'naladi? Normal yo'naladi. Urinma yo'nalishida esa a tangensial yo'naladi. Bunda endi ikkalasi bir-biriga perpendikularligini inobatga olganimiz uchun to'la tezlanish teng bo'ladi a normalning kvadrati plyusdan a tangensialning kvadratiga. Xulosa, gorizontalda to'la tezlanish tangensialga teng bo'lishi mumkin ekan, aylana bo'ylab tekis harakatda to'la tezlanishimiz normalga, ya'ni normalga teng bo'lishi mumkin ekan. Demak, aylana bo'ylab o'zgaruvchan harakatda ularni Pifagor teoremasiga tushib qolyapti. Demak, bizda qaysilari to'g'ri? Teng yoki katta bo'lar ekan. Demak, ayimiz tangensialdan ham teng yoki katta bo'lishi mumkin. Xolos. Demak, 2 bilan 4 degan javobimiz to'g'ri. O'n to'qqizinchi misol. Jism boshlang'ich tezliksiz 5 sekund davomida 7,5 metr masofa bosib o'tdi, keyin 12 sekund davomida o'zgarmas tezlikda harakat qildi, so'ngra 6 sekundda esa tekis tezlanish to'xtadi. Jismning oxirgi 12 sekundda o'tishdi. Xo'sh, demak ketdik. Bizda quyidagicha holat. Birinchi tushunib olaylik. Holatda yaxshiroq. Buning uchun bizga rasm yordam beradi. Demak, jism 5 sekund 12 va 6 demak 5 sekund harakatlandi, keyin 12 sekund tekis harakat qildi, keyin 6 sekund sekinlab to'xtadi. Demak, qaranglar. Xo'sh, tekis tezlanuvchan harakatda bizda formulasi S teng bo'ladi VT taqsim 2. O'zgarmas tezlikda bo'lsa, harakat yo'limiz bo'lsa faqat VT ga teng. Sekinlanuvchan harakatda S teng yana VT taqsim 2. Xo'sh. Demak, ketdik. Birinchisidan mana birinchi qismda oxirida erishgan tezligini topa olamiz. Demak, S'imiz 7,5 metr teng bo'lyapti va vaqtimiz 5 va pastda 2. 2 bu tomonga o'tsa 15 teng 5 v bo'lib, v ning qiymati 3 metr taqsim sekund ekan. Demak, birinchi qism 5 sekunddan keyin 3 metr taqsim tezlikka erishib olgan va 3 metr taqsim sekund tezligi bilan 12 sekund harakatlanib, o'sha 3 metr taqsim sekunddan keyin sekinlashni boshlab 6 sekundda to'xtagan degan xulosa kelib chiqyapti. Demak, endi biz aniqlaydigan narsa, bizdan so'ragan narsa v o'rtacha so'ralibdi. Uni formulasi umumiy yo'lni umumiy vaqtga nisbati. Bizdan so'ralgan narsa 12 sekund, oxirgi 12 sekundagi o'rtacha tezligi so'ralyapti. Demak, oxirgi 12 sekundda qancha masofa yurgan, shuni hal qilishimiz kerak. Demak, xo'sh, bundan 6 sekund olamiz a tekis harakatda, o'zi sekinlanuvchi harakat 6 sekund. 6 12 bilan. Demak, ketdik. 1 S1imiz 6 sekund tekis harakatda inobatga olsak, 6 kara 3 bo'lib 18. Sekinlanuvchi harakat hisoblasak, 6 sekund harakat qilyapti, 3 tezlik bilan taqsim 2 bu 9. Demak, umumiy yurgan yo'li oxirgi 12 sekundda 27 metr. Demak, v o'rtachani formulasiga qo'ysak shuni. S umumiy 27 bu 12. Xo'sh, ikkalasi 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lsak 9 taqsim 4, bundan bo'lsa 2,25 metr taqsim sekund kelib chiqyapti. Xo'sh, 20-misol. Buni hozir ishladik. Demak, to'la tezlanish tangensialga teng yoki katta bo'lishi mumkin. To'la tezlanish normalga teng yoki katta bo'lishi mumkin. Ulardan kichkina bo'lmaydi hech qachon. Demak, 3 bilan 4 degan javob bor.
21-misol. Agar birinchi jism sharqqa, xo'sh, yana shu holat ekan, demak sharq bu tomonda, shu tomonga birinchi jism 5 taqsim 13 metr taqsim sekund bilan harakat qilyapti. Ikkinchi jism shimolga, shimol yuqorida, shu tomonga 12 taqsim 13 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qilyapti. Demak, ularning nisbiy tezligi qanday? Xo'sh, orasidagi burchakka bog'liq asosan. Holatimiz demak orasi perpendicular ekan, 90 gradus ekan. Demak, Pifagorga qo'yib qo'yishlik bo'laveradi. Demak, v nisbiy teng v1 kvadrat plyusdan v2 ni kvadrat. Demak, v nisbiy, xo'sh, 12 taqsim 13 ning kvadrati plyusdan 5 taqsim 13 ning kvadrati. Endi ikkalasi mahrajlari bir xil. Shuning uchun alohida ildiz qo'ysak, mahrajdan o'zi 13 ning kvadratidan 10 chiqib qoladi. Tepada bo'lsa 12 ning kvadrati plyusdan 5 ning kvadrati qoladi. Tepadan yana 10 chiqsa, demak 13 ni 13 ga bo'lsak, qiymat 1 metr taqsim sekund ekan. 22-misol. Jismning harakat tenglamasi bilan o'zgarmoqda. Jism to'xtaguncha bosib o'tgan yo'li deb eslatib o'taman. Yana umumiy harakat tenglamalarining qolipi doim x0 plyusdan s bo'lsa, bizda hozir 12t minus 2t kvadrat yo'lni beradi. Endi jism to'xtaguncha bundan bitta hosil olishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam harakat tenglamasiga qo'yib topsak ham bo'ladi. Mana birinchi usul harakat tenglamasi orqali ketsak, x teng x0 plyus v0 t plyusdan a taqsim 2 t kvadrat. Tezlik tenglamasi bo'lsa v0 plyusdan at. Xo'sh, solishtiryapmiz mana. X ga teng bo'lyapti, tenglik. X0 imiz -10 ga teng. Xo'sh, demak t ni oldidagi narsa v0 deb berar ekan. Demak, tenglamalardan ayniyat ko'rinishda olsak, v0 ning qiymati shunda 12 ekanligi kelib chiqadi. Endi a taqsim 2 -2 ga teng ekan. Demak, a ning o'zi -4 ga teng. Tezlik tenglamasi bundan nima bo'lib qoladi? 12 4t bo'lib qoladi. Jism to'xtashi uchun tezlik 0 bo'lishi kerak, ya'ni oxirgi tezlik. Demak, tezlik tenglamasini 0 ga tenglasak, 12 4t teng 0. 4t o'ng tomonga o'tsa, 4t teng 12 va t teng 3 sekund kelib chiqadi. Endi bizdan hozir aytib o'tdik, uni bosib o'tgan yo'li 12t ayrilgan 2t kvadrat bo'yicha hisoblanadi deyapmiz. Demak, s teng 12 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 2 ko'paytirilgan 3 kvadrat. Demak, 12 kere 3 36 ayrilgan 2 kere 9 18. Qiymat 18. Endi hosila bo'yicha ishlash buni sal osonroq. Demak, tenglamani yozib olamiz. Minusdan 10 plyusdan 12t ayrilgan 2t kvadrat. Yo'ldan koordinatadan hosila tezlikni bersa, bundan hosila yo'qolib ketadi. Plus 12t dan hosila 12 daraja oldiga tushadi. 4 bo'ladi kerak va darajadan 1 ayrilsa t ni o'zi. Va jism to'xtadi deganligi uchun v teng 0. Demak, 12 4t teng 0. Bu yerdan
4 teng 12 bo'lib t teng yana 3 sekund. Xo'sh, yurgan yo'li yana hisoblash uchun qo'yamiz. 12t ayrilgan 2t kvadratga. Xo'sh, bu yerdan t teng 3ligini inobatga olsak, yo'limiz yana baribir 18 metr chiqadi.